естественно, Frankfurt Dutch Parliament building. Look at this Dutch Parliament building. Every politician come together inside. I put my phone here. This is my family members. Gollandiya parlamenti oldida namoyishni boshlagan. Mana islom narsa. Oh ja, dat is goed. Wordt hij van helpen? Ja, heb ik het ook, hè? Ik lees het eerst, ik heb afgedacht, ja, maar... Sorry? Ja, maar... ik lees het eerst, ja, succes. Ja, hè? Mana bu kurashganda Gollandiya siyosiy partiyasi CDA, Kristal Demokratlar partiyasiga a'zosi kelgan, u parlament prezidentiga shunga tashkilot varaqani berdi. Men nima uchun namoyish qilayotganligimdan ozroq tushuntiradi. Atrofimizda atrofimizni saqlab chiqarib shuriydi. Hozir bu nima deydi? Childiyapti, o yerda turibdi. Agar turishni cheklayotgan ishlar qildi. Saqsa salbiga vaqtida ani keyle albatta bir saqlayotgan. Mavu ma'lumda Xitoy Uyg'urlarga qirg'inchilik qilib boryapti. Gollandiya o'rnidan testo Uyg'urlarga yordam qilib, Uyg'ur haqida qonun ma'qullagan narsa mana ma'lumda. Bu shunisi birinchi 29-yilda Gollandiya parlamentida Uyg'urlar haqida keskin munozara bo'lgan. Bu to'g'risida men fidoyilar ikronim so'zlagan, bu to'g'risida yig'inda bo'lgan ahvolni hamma xotirlab ko'rib e'lon qildim. Gollandiya parlamenti bo'lgan keskin munozaralarga birisi Amerika qonunidagi ma'qul tasdiqlashi Yevropaga tushishga ko'rsatdi. Bizmi Gollandiyani qonun ma'qullashga harakat qilishimiz kerak degan ta'kidlarni nurg'un qat'iy tushungan. Shunday ma'qul men bu yerda soat 9:13 kunda yana 2 soat atrofida bunun keyindan Gollandiyadagi Xitoy elchixonasi namoyish qilgan. Bu yerda namoyishni soqchilar to'sqinlik qilib Xitoy pul to'plab to'planganlik uchun namoyish qilish imkoniyatini bek qaytyapti. Soch chekish imkoniyatidan foydalanib men bu ularning ikkilanib qilyaptilar. Bu yerda nurg'unlagan tashkilotlar to'g'ri qo'ymagandan keyin parlament oldida mana bu fikrlar Burekçe balık tarımlarında yaşamaktan melekon kararı nasıl oldu da kuşlar şekilde kılıp hatalarındaki izgil olmadan kurutkan ağaçının akıllarının resmine kuşlar tutuyor diye kulağını kuşlar tutuyor mesela Xitay tecavüzünde kırgıçlık yaparvatıda hükümet bunun destek Uygurlarga yordam qilib Uygurlar qonun ma'qulla Uygurlarning bilisini ertan olib qolmasin deb ashuni hareketlenişini hareket kılaylar. Yani hatta aklı başka bir edem yok mu? Kandan